Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 11-oktyabr 2025-yil. Xo'p, navbatdagi partiyamizda xolasi Gulistonga chiqib ketyapti. Universal Drabelka 8 tali pichoqligidan, mis motorligidan, universal granulyator 220 da ishlaydigan, roliga aylanadigan 4 kilovatligidan. Xo'p, meshalkamiz ham 220 da ishlaydigan 3 kilovat 1,5 оборотlik. Faqat donlarni aralashtirish uchun 50 kilo sig'imligidan xohlasa hammasi bir kishiga chiqib ketyapti Gulistonga. Xo'p, akalar, xo'p, srochniy e'lon. Hozir biz Gulistonga yuk chiqarib olyapmiz. Kimga universal drabelkalar kerak bo'lsa yoki super drabelkalardan kerak bo'lsa, zakaz qilsin. Qo'shimcha joyimiz bor. Gulistonga chiqib ketyapti. Agar aloqaga chiqsalaring, ertalab yo'lga chiqadi yukimiz. Gulistonga chiqib ketadi. O'sha yo'l-yo'laka sizlarga ham tashlab ketishimiz mumkin. Universal drabelkamizning mis motorligi, alyumin motorlilari bor. Xudo xolasa kelishtirilgan narxda yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga bepul. Faqat mana shu ushbu nomerlarga srochniy ertalabgacha aloqaga chiqsalaring, ertalab yo'lga chiqib ketadi, sinovlamiz. Bo'sh joyimiz bor. Ikkita universal drabelkaga bo'sh joyimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.